menga murojaat qilayotgan har 3-chi bemorda barvaqt evakuatsiya holati uchraydi. Soft brendi asosida ishlab chiqarilayotgan prolongatorlarni, spreylarni sizlarga maslahat beraman. Bu sizda bir necha barobar jinsiy aloqa vaqtini uzaytirib beradi. Men maslahat beraman. Soft brendi asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni qo'shib lubrikantlarni qabul qilishi, ularni ishlatishi bu aloqani ravshanlashtirishda, sifatini oshirishda va sezuvchanlikni yanada yaxshilashda yaxshi yordam beradi. Spreyni ishlatgandan keyin yuvib tashlash yodingizdan chiqmasin. Soft brendi asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni mamlakatimizdagi aptekalardan yoki yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Kelinglar. Assalomu alaykum. Qani o'tirib olinglar bolalarim. Kecha уже kirishdim ekan. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Xo'p. Eshitaman. В браке 6 месяцев, второй брак у мужчины, у жены первый брак, нет детей в tечение 6 месяцев. Birinchi brakda bormi bolalar yo'qmi? Borlar bormi birinchi brakda? Да, с первого брака есть сын. Demak, ko'proq bir podozrение bo'ladi deb o'ylashimiz kerak. Naверное, shunaqa deb aytgandirman. Kecha shunaqa deganmiz. Ko'rib berdingmi nima ekan? Sistektomiya bo'lgan ekanlar, AMG 0. Ko'rdingmi o'sha sistektomiya qizim sizga gapirgandirman, naверное, sistektomiya bo'lgan. Bizda mana shunaqa tirikchilik uchun operatsiya qilishadi hammasini. Kistni ko'rib qoldi, varikotsel ko'rib qoldi, ana bo'ldi, meni qo'limga tushdi, buni pulini olaman. Yana masalan o'sha rahbarlarni ko'ryapman. IVF sentrlarda ham boshqasida ham hamma talab qiladi. Nima operatsiya qilmayapsan? Qani nima pul keltirmayapsan? Vallahi alam bu harom narsa. Kerak emasni qildirib tashadi. Sharoiti bormi, yo'qmi? Bilamiz. O'tda agarda sizni o'sha sistektomiya qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, birinchidan mikroskop kerak, o'ta garmonika kerak, uni kesayotganda qon emas kerak, boshqa qilmagan bilamiz. Men sizga o'sha agar suhbat qilgan bo'lsam, aytgandirman shunaqa. Nima qiladi? Kistani olaman deb tuxumdonni o'zi bilan birga kesib tashlaydi. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa deb aytuvdimmi? Gapiruvdimmi shu gapni? Mana o'zi tasdiq beradi. Shundan qo'rqaman qizim. Yeminda shundan qo'rqaman. Sizni hozir invalid qilib beribdi, kesib tashlabdi, borib bo'g'izlaganingiz bilan nima qilib beradi? Qazoy qadr. Shunaqa peshinaga yozilgan ekan qizim. Qayerda qilgan uni? Qozog'istondami? Ujus. Xo'p, endi hozir qanaqa bo'lyapti? Bu yerda ishlama qolganmi yo'qmi? Bitta chap tarafda 5 ta follikul. Sprava follikullarning ishini. Shishdimi yo'qmi? Tuxumdoningni butunlay kesib tashlagan qizim. Hech qanaqa narsa yo'q. Aytmagan ham o'zingga olib tashlaganini. Ekstremni olishgan ekan operatsiyada vahma qilib. Nimaga vahma? Nima vahma? Pulini olish uchun. 6 santimetr bo'lib o'sib ketgan. Ichib. Не беспокоила киста, ничего не было. Qizim, bilasizmi qachon qilamiz operatsiya? Agarda buralib qolsa, shunaqa undan keyin yeringlab ketib qolsa, yorilish xavfi bo'ladigan bo'lsa, da qilamiz. Sizni bezovta qilayotgani yo'q, boshqa qilayotgani, bo'g'izlasangiz bo'lmaydimi? Sizlarda o'sha yerda qonun yo'qmi? Unga javob beradigan qilgan ishiga. Pul to'lagansiz-ku, to'g'rimi? Tekinga qilmaydi-ku. Shu pulingizni olish uchun qilgan bu operatsiyani. Bizda ham O'zbekistonda ham shunaqa narsa bor. Nechtasini o'sha birinchidan endometrioz operatsiya qilgani bilan eshitib oling qizim. Xuddi o'tni hozir kesdingiz, bir haftadan keyin o'sib chiqadimi? Xuddi shunaqa yana o'sib chiqadi. O't yana o'sib chiqadi. Kesaverasan o'sib chiqadi, kesaverasang o'sib chiqadi. Tirikchilik bu. Nima kerak bor? Nechtasi gapiryapmiz? Qildirma deb. Kista bilan to'qsangiz bo'lmasmidi? Nima problema? O'zi endometriozni agar kista bo'ladigan bo'lsa, problema shundaki, sizdagi o'sha tuxum hujayrani sifati past bo'ladi. 50% ga tushdi. Yana tuxumdonni kesib tashlasa, battar qilgan emasmi? Shu haromdan qo'rqmaydi. Harom luqma yeyishi halol luqmadan farqi bormaydi. Shuning uchun shu narsani qilgan. Endi bolaga
birinchidan kim androloglardan ko'rdi buni? Menga qara, rosa ko'p bo'tda kruglый kletkalar, shuning uchun ham bu past. Hozir buni tushuntirib berib, antioksidan terapiya bilan birga buni yo'qotish kerak. Sen qizga agarda 5 ta bo'ladigan bo'lsa, shu ближайшийdan stimulyator boshlatib yordam berish kerak. Burada varikatsiyaga borganda og'riq berayotgan ekan, gipoplaziya boshlanibdi o'ziga. Oybek aytaman, o'shaning uchun u juda yaxshi mutaxassis, tushuntirib ham beradi. Ko'rdimi Oybek o'zi ham? Ha, o'zlar ko'ribdi, kecha Bo'ldi, shu. ham anaqa mana shu analizdan ko'rsatishdi, faqat rezerv не был ясен уже. O'shaning uchun hozir уже topib oldik, nima qilishni, boshqa qilishni bilib oldik. Вот смотри, у тебя идет сейчас уже гипоплазия яичек. Одно из показаний к операции варикоцель является тромбоз или гипоплазия. Понятно, да? Кроме всего, наверное, там доктор очень грамотный, он очень хорошо знает, он один из самых лучших андрологов Узбекистана, и он, наверное, вам разъяснит и так далее. Я обычно при женщине мужчин не обсуждаю. Не считаю, что это неправильно. С вами отдельно доктор говорит, и все ваши проблемы она обсудит, и будем потом уже решать решение, что мы с вами будем делать. Qizim xafa bo'lmagan, o'zi erkaklarni muammosini xotinlarning oldida gapirmaydi. O'zi bizda ota bobomizdan qolgan narsa bor. Sirri xotinga aytmagin degan narsa bor. Xotinlarning kayfiyati har xil bo'ladi. Bir kun bir nima bo'lib qolganda keyin hammasiga olib chiqib haligi sotadigan bo'ladi. Tushundingmi? Nokasdan o'rtoq qilmagin deydi. Tushundingmi? Sirri xotinga aytmagin deydi. Baribir shu narsa bor. Ming vafodor bo'lganingda ham, ming anaqa qilganda ham erkak kishining o'zini siri. Bunga o'ziga tushuntirib beradi, Oybek aytgan, o'zi bilan kelishib, shuni harakatini qiladi. Xo'pmi? Omadinglarni bersin. Удачи. Смотрите, вот вы же из Казахстана, правильно? Вот я о чем хочу сказать. С ней проблема произошла. Я надеюсь, что вы меня очень правильно поймете. Просто это во лбу было написано. Это кадр казо. Если было написано. И поэтому вот эта ситуация. Слава Аллаху, сейчас вы у меня, я Бога боюсь, я вам говорю. То, что нужно делать, ребята. Я не обещаю ничего. Undaq qo'raman, mundaq qo'raman degan gap yo'q. Xudo xolasa mana ko'rdik, nimaligini topdik, yordam beramiz. Bizani sababchi qilgan bo'lsin, Xudo xolasa shu orqali yaxshi natijaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Qizim tug'ib bo'lganingdan keyin ham, boshqa qilgandan keyin ham bu professorimiz bor, ko'rgandirsan, gaplashgandirsan. Senga o'sha uzoq yillar tuxumdoningni saqlab qolish uchun baribir bir narsalar maslahat beriladi. Endi inshaalloh biz sendan bir nechta embrion olaylik. Bittasini o'zi bilan tuqqanda, qolgan 3 tasi, 4 tasi yaxlatib qo'yaylik. Shu bilan 1 yil, 2 yildan keyin keladigan bo'lsang, senga o'tkazib beramiz, shu bilan tug'irasan. Menda qara, 2008-yili kelib mana shunaqa bir marta yaxlatgani 5 ta bolali bo'lgan. Mana shuni ko'rib aytaman-da, rizq Allohdan. Xudo xolasa harakat e'lon qilsanglar, sizlarda ham shunaqa holat bo'lishi. Duo, savob olinglar inshaalloh bo'lsin. Xo'pmi bolalarim? Omon bo'linglar. Xo'p, tinch bo'linglar. Xo'p.